Assalamu alaykum anlıqçılar, növbətdə oturanlarda Qızlarga yüz nəsihət namlıq əsərinin davamı anlatıldı. Qızlarga yüz nəsihət 61-ci nəsihət. Ay qızım, gümüşnün sırtqı görünüşü appaq bolsunmu, köp tutulsa qara yuqdurdu. Şuna oxşaş bəzi adamlarning sözləri zahirida gümüş kabi appaq və taze görünsümü, lekin qaygı və ziyan keltirdi. Ularning sözlariga ishinib, g'aflatda qolgan sodda dil odamning ko'ngli qiyiridi, yomonlashidi. Ko'rinishda go'zal, ammo yomonlik misoli bo'lgan odamlarning og'zidagi so'zlariga emas, jamiyatda keltirgan ziyniga, yaramas xulqlarining qo'rqinchli natijalariga qarang. Kichkina bola cho'g'ni o'tni suyidi, ko'ydirsa dodlab yig'laydi. Narsidilari çoğdun sadda dil adamlar bolsa, hiyligar nayranvaz munofiqlardan köyüdü. 62-ci nəsihət. Ay qızım, qılğan birər yaxşılığınızı təkrarlayıb, hədəb maqtanavermang. Aranızlardakı qarindoshlik, do'stlikqa tayinib, ulardan foyda undirib olish arzusida bo'lmang. Hech kimni uyaldirmang. Uyatliq latifalarni so'zlamang. Hatta hayvanlarga mı rahimdil bulun. Ularni urib azar berishdan saqlaning. Yoshqa cho'ng bo'lganligim uchun kichiklar oldida nima desam bo'laverdi deb o'ylamang. Yig'ilishlarda har xil munosabatsiz savol-javoblardan o'zingizni torting. Savolingizga javob berishni xohlamagan odamni javob ber deb qistamang. Adab tarbiyaga rioya qiling. 63-ci nəsihət. Ay qızım, tarozining bir pallasida ish, ikkinchi pallasida ijtihod turadi. Ijtihod pasaysa, ish ig'irlashadi. Shuning uchun ishga ahamiyat berish, ijtihod qilish, g'ayrat va chidam bilan ishlash lozim. Kimki ijtihod qilmay huriliq kasaliga chiliqib qolsa, hayot maydonida boshqalarning kaynida qilib, xarizor bo'lib yashag'usi. İnsan ishga g'ayrat va chidam bilan kirsa, onun barlıq gücünü sarf qilsa, onun tirishchanligi ulug'landi. Quvvatining doirasi kengayar, izzat va obro'yga erishar. Shuning uchun har qanday bir ishni, mayli kichikina biror ish bo'lsa-mu, chin ko'ngil bilan ishlab, ijtihod sarf aylash zarurdir. 64-ci nəsihət. Ay qızım, öz kamchiliklarini bilishni istagan kishilar uchun 4 xil yo'l bordir. Birinchi yo'l kamchilikni sezib ko'ra oladigan komil odam bilan suhbatlashib turishdir. Ikkinchi yo'l samimiy xayr-xat do'st topib, o'zining qilayotgan ishlarini uningga aytib, o'zini bo'lmag'ir ish, nachar yo'llardan qaytarishni uningdan iltimos qilishdir. Üçüncü yo'l kamchiliklarini dushmanlar eg'izidan eshitib, ulardan tegishli xulosa chiqarishdan saqlanish kerak. 4-ci yo'l kishilar bilan aralashib, ba'zi odamlarda ko'rilgan yomon qiliqlardan saqlanish kerak. Xalqning nafratiga uchragan yomonlarning qiliqlari seningda bor bo'lsa, uni tuzatgaysan. 65-ci nəsihət. Ay qizim, sening vujudining barliqqa kelishiga sababchi bo'lgan ota-onangga hurmat bildir va itoat qil. Aql va dono farzand ota-onasining haqqini kam-kutsiz ado qilar. Agar sen ularni hurmatlashdan nuqsonliq bo'lsang, noming yaxshilik bilan yodlanmag'ay. O'z farzandlaringning sana yaxshi muomalada bo'lishini istasang, sen mu ota-onangga yaxshi muomalada bo'lgin. Farzandini yemish, ota-onani daraxt deb faraz qilaylikki, daraxt qancha yaxshi parvarish qilinsa, uning yemishi shuncha yaxshi va tatli bo'lur. 66-ci nəsihət. Ay qızım, şunu tushunginki, ota-onang seni tarbiya qilib o'stirdi. Bu yo'lda ko'p mushaqqat chekdi. Ular sana hech qachon yomonlikni ravo ko'rmaydi. Sening baxt saodatlik bo'lishingni tilaydi. Shunglashqa bu muhtaram zotlarning izzat hurmatini bajo keltirishga g'ayrat qil. Ularning dillarini og'ritma. Ochiq yuzlik, shirin so'zlik bo'l. Ularning hollaridan doim xabar elib tur. Ularni hargizmo muhtojlikda qoldirma. Ularni har jihatdan rozi qilib, duolarini ilishga tirish. Mana shu go'zal xislatlaring bilan izzat va sharofat hosil qilarsan. 67-ci nəsihət.
Ay qızım, chin so'zni yoshirma, chin to'g'ri so'zni aytalaydigan tilni yolg'on bilan bulg'ama. Yolg'onchi odam emas, yolg'on so'zlash erkakning ishi emas. Yolg'on so'z kishini obro'ysiz qiladi. Tilingni o'z ixtiyoringda saqlagin. So'zingni ehtiyot bilan degin, o'z o'rnida aytilgan so'zni ayt, yoshirma, o'rinsiz aytilgan so'zdan qoch, yiqin yo'llama. Ba'zi so'z borki, aytquchining tiniga jon kirgizdi. Yana ba'zi so'z borki, aytquchining beshidan yerga so'raydi. Tiling bilan dilingni bir tut. So'zni ko'ngilda pishirmag'icha tilingga keltirma. Aqlli kishi chin to'g'ri so'zdan qaytmas. Ammo hammalar chin so'zni aytaverish aqlli kishining ishi emas. 68-nasihat. Ay qizim, dunyoda inson bolasi yengilmaydigan narsa bo'lmas. Shuning uchun asli qo'rqmay, o'zingga berilgan kuch-quvvatingni sarf qilib, olg'a intil. Baxt saodat osmondan tushadi yoki tuyuqsiz vujudga keladi deb o'ylama. Agar shundoq o'ylasang, nodonlardan sanalasan. So'zimni ko'ngil qo'yib tingsha. Baxt ta'lim yo'q deb zorlanuvchilardan bo'lib qolma. G'ayrat qilsang, muroding hosil bo'lur. İnsan özünün baxt yazmışını özü yazıdı. Özünün pastlarki cümlelerge düşürme. Ehtimal bazı işlerin tiligindek muvaffaqiyatlik bulup çıkmaslığı mümkün. Lekin bununlıq bilen ümitsizlenmey, gayret cesaretini yanıma urğut. 69-nasihat. Ay kızım, ahmiyatsiz narsalarga, moddiy bezaklarga aldanıp ketme. Taraqqiy etishga, fazilat egisi bo'lishga intil. Atrofingga nazar ko'zing bilan boq. Zamonning ulug' olim fozillarining tarjimahollarini, umuman insonlarning qadimki va yangi tarixini diqqat bilan o'rgan. Bular seni ilhomlantirib, fozillik, yuksaklik hosil qilishga yetaklaydi va hayot yo'lida haqiqiy rahbaring bo'ladi. 70-nasihat. Ay qizim, chin mukammal tarbiyalik inson boshqalarga hech bir asar bermaydi. Takabburlik qilmaydi. Hech kimga haqorat ko'zi bilan boqmaydi. Yolg'on so'zlamaydi. Rostchil bo'ladi. O'zidan cho'nglarga hurmatlik, kichiklarga shafqatlik va marhamatlik, kular yuzlik, tatliq so'zlik va xush muomillik bo'ladi. Va'dasida turadi, omonatga xiyonat qilmaydi. Ig'vo, g'ayvat, munofiqlikdan o'zini saqlaydi. Ota-onasining hurmatini bajo keltiradi, ularni rozi qilishga har zamon tirishadi. Qarindosh, urug' tuqqanlari bilan inoq o'tib, ularga mehr-muhabbatlik bo'ladi. Qo'shnilarni ranjitmaydi. Ular bilan yaxshi munosabat bo'ladi. Yomon yo'llardan, yaramaz ishlardan, bo'lmag'ur harakatlardan saqlanadi. Mana shularga o'xshash go'zal xislatlar mukammal tarbiyalik insonlarda bo'ladi. Hurmatli anglag'uvchilar, bugungi anglitishimiz mushu yerda oxirlashdi. Davomini qiziqsangiz, erta mushu soatda ko'rishaylik.